Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Mana shu Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim do'stlar. Bu kanalimizda yangidan yangi saytlar, dasturlar chiqarib boramiz. Hop, telefonda pul ishlash deb yozsangiz, o'zi mana shu chiqadi, mana shu bu Telegram kanali chiqadi. Shunga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim. Xo'p do'stlar, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan Dogecoin botidagi bir nechta yana ikkita bot ochilgan, shular bitta admin tomonidan shu botni ham ko'rib chiqamiz do'stlar. Xo'p, hozir botga kira olmadik. Bu Dogecoin botimiz 100% to'lovda. Ba'zida shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Hop do'stlar, endi keyingi ko'rib chiqadigan botimiz Litecoin ishlashimiz mumkin bo'ladi sarmoyasiz. Botga kirganingizda juda ham oson do'stlar. Mana shunday o'yin ochiladi. Start tugmasini bosasiz. Keyin yana start, открыть generatsiya bo'ladi. Shuni bossangiz sizda mana shunday oyna ochiladi. Menda hozir bitta bo'lganligi uchun, uchalasi ham bitta bo'lganligi uchun dostupni chiqib qolyapti. Mana shu yerda do'stlar, o'zi nariginda qanday bot bo'lsa, bunda ham xuddi shunday obnovit berib ko'ramiz. Bir xil do'stlar, botlarimiz 100% to'lovda, shunchaki sarmoyasiz ravishda mining qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz do'stlaringizni chaqirib ham ishlashingiz mumkin. Bu o'zingizga bog'liq. Uyingizdagi telefonlarga ham ochib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshigina to'laydi do'stlar. Va pul chiqarib olish, FalsetPay'ga chiqarib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Binance'ga ham chiqarishingiz mumkin. Minimalkasi eng pasti FalsetPay, shunga FalsetPay'dagi Litecoin adresini olib kiritasiz, bo'ldi do'stlar. O'zi avtomatik tarzda to'lab beradi do'stlar. Hop, keyingi botimiz Gigabyte degan kriptovalyuta. Bu ham FalsetPay'da bor do'stlar. Bunda ham xuddi shunday chiqib qoldi negadir. Pastda turli bo'limlari bor. Hamyon bo'limi bor. Referensiya silka bo'limi do'stlar. Hop, generatsiya, kunlik bonus olishingiz mumkin. Kunlik bonuslar orqali ham ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Hop, yana bir narsa do'stlar, Uzum bankda tekinga Visa karta olsangiz bo'ladi. Buning uchun Uzum bank silkasi orqali ro'yxatga o'tsangiz, siz ham pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun o'zingizni, do'stlaringizni mana bu yerda do'stlar turli ma'lumotlar bor. Barcha ma'lumot va silkalarni mana shu yerdan olsangiz bo'ladi. Uzum kartaning barcha afzalliklari, transport uchun cashback, foizsiz naqd pul yechish bor do'stlar, chegirmalar va cashback, bepul o'tkazmalar, Uzum karta batafsillar, arizalar. Hop do'stlar, bu yerda botga taklif qilish bor. Mening havolamni bossangiz, sizga o'zingizni silkangizni olib kelib beradi do'stlar. Shundan so'ng mana o'zingiz xohlagan odamga jo'natib, u karta ochsa va zakaz qilsa, Uzum bankda o'rnatib turib zakaz qilsa, sizga qanchadir miqdor beradi do'stlar. Hop, 45 ming so'mgacha olishingiz mumkin deyapti. Bu rost gap. Har oyda 15-20 sizlarda Uzum kartangizga avtomatik tarzda tushadi bu do'stlar. Men o'zim bir necha marotaba yechib oldim. Uydagi telefonlarga ochib ko'rgan edim. Shulardan foydalangan holda 100 ming, 150 minggacha pul ishlab oldim do'stlar. Bu silka
Uzun bankka borish uchun silka mana shu kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Hop do'stlar, Visa kartani bepulga olib kelib berishadi. O'zingizni rayoningizdagi Uzun bank skaladiga olib kelib berishadi do'stlar. 100% bepul kartalar. Bularni bu Visa kartani do'stlar saytlardan pul chiqarishga, jonli efir qilib pul chiqarish dasturlari bor. Shular orqali pullaringizni yechib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, video roligimiz hozircha shu. Bot manzillari va Uzun bank manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha videoda o'z fikringizni qoldirib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang.